Ramazon aytib keldik eshigingizga. O'chog'ida kul. Opa, kech bo'lganda Ramazon aytib yuribsizmi? Yaqinda jiyaning tug'iladi-da, shunga radomga pul bo'lsin deb mahallalarda aylanib ota hovlimga kelib qolmanmi? Opam kelibdi, opam. Ramazon aytib yuribdi kechasi. Kiring, otamdan qolgan yodgorlari. Xush kelibsiz opajon. Opa, radomga hozircha 200 yetadimi? O'zi yetmaydi-yu, yetkazarman. Men ham beraman opa. Sanamazsanmi uka? Sanamayman. Esinglardan uka, yoshligimizda sovuq kaset ishlatishmasin deb oftobga qo'yib qizdirib qo'yardim. Agar o'shada men bo'lmaganimda sovuq kasetni ishlatibsan, hozir bolali bo'la olmasdim. Opa. Dadasi. Voylar. Ovsa. Yomon aktrisasiz deydi. Voy popladingiz. Bu qaynopaga shunaqa qilmasa, erlarimiz hozir hamma pulini ishlatib ketadi. Ertaga bizlar bilan do'konga borar ekan. Ertaga ham shunaqa qilsa, shart o'xshimdan ketib boraman. Eshitib qolmasin. Pulim yo'q deydi. Magazinda odasiga olib kelyapti. Buyumlari zo'r ekan. Shu shkafi bilan kravatini bir xil qilib olaylik. Operaman sifati ham zo'r, narxlari ham zo'r. Yostiqchalarni ham qo'shib olamizmi? Olib ber uka. Padmas qilib mana. Oppoq garshogam olib ber. Jiyani agarotga ham siyoradi. Opa. Adasi mana buni qarang, sensorli ekan. Yana telefonda qo'shib qo'ysa ham bo'lar ekan. Eng zo'rini aytaymi? Bola yig'lab qolganda o'zini o'zi tebratib berar ekan. Bo'ldi, olib beraman. Olib ber. Uka, mana yastin nechi pul? Opa, o'zingizdan ekan. Yo'q. Bolam oyog'imda tebratib uxlatmoqchi edim. Adasi shu do'kondan bolamizga hamma narsalarni olib ketar ekanmiz. Hammasini. Uka, 1 minutga qarab ol. Opa. Yurkalar asalligini qara. Dodasidan qolgan beshik hali omborxonadami? Nima qilasiz? Opa, chirib ketgan u. O'sha mixpiq qoqib, jiyanini yotqizmoqchi edim. Opa. Opa. Sizga ham bitta kolesiko beraman. Mendan jiyanimga sovg'a bo'lsin. Yo'q, suv tashiydigan aravaga ko'rpa to'shib qo'yganman. Jiyaningga bo'veradi. Olib beraman deyapman, opa. Rostami? Ha? Kelinni qo'lidagi yoqdi. O'zi bitta qoluvmidi bundan? Opa, keliningiz olaversa, birinchi tug'adi-yu, men sizga keyin olib beraman, xo'p? Uka, esingdami? Yoshligimizda beshikda yotganingda sumaging siqib qolganda katta aytib berardim. Agar o'shanda men bo'lmaganimda hozir bolali bo'la olmasdim. Mazam bo'lmayapti. Voy. Atiqvatda eshit. Ertaga bizlar bilan do'konga borar ekan. Ertaga ham shunaqa qilsa, shart o'xshimdan ketib boraman. Aktrisa. Sen menga turmushga chiqqandan beri 5 marta o'xshingdan ketding. Hammasi yolg'on ekan. 6 marta. 6 marta. Men seni deb. Taksimi? Sergelidagi Baby Wheels do'koniga kelinglar. Narsalarim rost-ku?